Original darvoza jamoasidan original sifatda yasalgan darvozamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga o'rnatdik. Razmerlariga kelsa, razmerlari eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr. Nalichkalarini chiqarganmiz. 40 santimetrdan nalichka chiqqan. To'liq aylanasini shivirlar qilib yasaganmiz. Aylana profillarimiz 6 ga 4 dan bo'lib va original nejiverkalarni yopishtirganmiz. 09 stilida. To'liq original variantda yasalgan darvoza. Mativiy kraska qilganmiz. Manishda toza kraska, toza mativiy laks sepganmiz. To'liq ichini shumka qilganmiz. 2 qavat 2 kilo shumka qilingan. Bizlar 1.8 da bo'lgan, oldi orqasiga 1.8 da 2 qavat bosgan. Uchkalarini qo'yganmiz. O'zi ustida. Nejiverka yopishtirganmiz. To'liq. Ochilib yopilishlari ham prosta inamarkan damini beradigan holat. Bog'a bo'lishlari mumkin. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Original darvoza jamoasidan original sifatida tayyorlab